Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stinglar, Ahmad Kashig'aridan o'tli salom, oliy ehtirom. Xush keldinglar. Bugun diqqatingizga o'tgan bir necha kunlardan beri, ya'ni hafta ilgari Amerikaning Washington shahrida ilib berilgan Uyg'urlarning taqdiriga, qismatiga munosabatli bo'lgan zich o'rlashtirilgan faoliyatlardan Uyg'ur haftalik faoliyati haqida tafsiliy ma'lumot beramiz. Ekranimizda hammadan yoqtirib kelayotgan olimlarimizdan Erkin Sidiq akamiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli Erkin Sidiq aka, xush keldingiz. Xush keldilar. Alaykum assalom. Siznikini men o'zimniki Facebook'ga o'rtoqlik qilib, shuni qilib olmay qarab o'tirib ketdim. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, ma'lumotdan tutinglar. Yaxshi. Sizni pat ko'rib tursak bo'ldi degan inkaslar jiqilib ketdi, ammo sizlarning oxirgi kunlarda biroz vaqtlar zich bo'lib qolib, faoliyatchan bo'lib ketdilar sizlarning. Bundan avval shu bilan sizning ekraningizga chiqqan bilan har kun degidek qarindoshlar kirishib yuryapman hozir. Boshqa ekranlarda. O'rasa. O'tgan hafta hammalarning diqqatida bo'lganidek Amerikada chiq faoliyatlarda bo'ldinglar. Sizlarga o'xshash Uyg'urning taqdir qismatiga zich ko'yinadigan nurg'un qarindoshlarningki Amerika Avam palatasida va atrofdagi nurg'un ta'sirchanlik kuchli bo'lgan shaxslarningki kollektivlarning o'rlashtirishidagi faoliyatlarga zich ovoz qo'shib Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini har xil shaklda anglitishni fursat bilgan bir tirishchanliklar o'tirdi. Yiroq yaqindan har xil shaklda anglagan bo'lsaqmi ve ekranimiz orqali tafsilli o'rtoqlashgan bo'lsak, vatandoshlarning savollari bo'lsa, naq maydon shaklda javoblashga tirishsak degan umid bilan tekrar ekran kelgan bo'ldik. Xo'sh, men gap uzartmay, aqqan ta'ni azroq yelpiyli, nima ishlar bo'ldi Amerikada? Qandaroq tuyg'ular yillardan beri bo'layotgan faoliyatin qaysi jihatlarda qanday farq etdi? Bu vaqtda biz tafsil to'xtalib baslaymiz, biraz vaqt ajratib bergan. Xo'sh. Bo'ladi. Rahmat ukam. O'sha fursatni yaratib berganingizga andikin barliq ko'rmanlarga ko'p rahmat. Endi o'tgan hafta bir hafta Washingtondan jiddiy faoliyatlar o'tkazildi. Qarindoshlar u bir partisini, bu partisini Facebook'daki yoki boshqa RFA yo dunyo urug'ning televizori deganda haylardan ko'p deb o'ylayman. Shunga ulardan biroz xabar bor. Endi birlam kam narsa zodi qancha faoliyat o'tdi u yerda. Ular qaysi faoliyatlar degan bir narsa, bir umumyuzlik tushuncha endi. Men shuni bir xulosalab qo'yay. Shu orqali endi qarindoshlarning hammasi bir o'tgan haftadagi faoliyat haqida bir yaxshi tushunchaga bo'lib qolsin deb o'yladim. O'tganki u bir hafta haqiqatan bu Uyg'urlarniki, chet eldagi da'vo tarixidagi eng muhim haftaniki birisi bo'ldi deb o'ylayman. Ahamiyatli, qimmatli ishlar bo'ldi bu yerda. Bu ikkinchi bat ko'rsangiz, men bu yerda xulosalab qo'ydim. Bugun jami 7 faoliyat haqida qisqacha to'xtalib o'taman. 4. kunidan boshlangan asosiy mazmuni degan batni olsangiz, bu meniki men endi 4. slayd yana bordim u yerga. 3. slayd meniki faoliyat to'xtalib o'ylayman. Dolqun Aysa, Umar Qanat, Elshad Hasan qatorliq mana shu 3 Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari kongressda munosabat kishilar bilan suhbatlashgan ekan. Men u ishlardan xabarim yo'q, shunga bu yerga qo'shmadim. 4. saat endi borgan. Men berib shu 4. saat endi boshlab 9. saatgacha ham faoliyatlarga qatnashdim. Shunga bu yerda jami 7 faoliyat bo'lib o'tdi. Men shularni birdan qisqacha so'zlab o'tib, undan keyin o'zimniki azroq ko'z qarashlari bor, shuni bir o'tirib qo'ysam deb o'yladim. Keyingi bat ko'rsangiz, bu faoliyatniki birinchisi Temen 40-yilining 30 yillik xotirasi. Bu vaqtda Mao sirtiki ahvol bu kommunizm qurbonlariniki vafatini xotirlash faoliyati bor. Bundan burun ikki faoliyat bo'ldi. Bir faoliyat bo'ldi bundan burun. Nima desangiz, kongressda bir isbot berish, lekin bir qonunlayish edish faoliyati bo'ldi u yerda.
resolution kararını ediş. Onun da ülkeş devlet ispat veripti. Özünki temel vakasılarındaki işlahat doğruluk. Onunki degan mühim bir gipi endi. Bundan 30 yıl burun biz Amerika'ya şengen. Amerika'ya şenip Amerika bir demokratiyalik devlet, demokratinin taraf kılgan devlet. Biz o'quvchilar o'tirib chiqsak, cho'qim bizning aqimizda turdi. Turib Xitoy davlatida demokratik tuzumniki chiqishi to'k o'qishidi o'ylagan. Undan keyin Amerika hukumati bizni sal tashkil etib, Xitoyni yo'ladi. Xitoy hukumatini yo'ladi. Biz biroz umidsizlandik. Mushu natijasida bugungi kunni ko'ryapmiz. Hozir endi Xitoy butun dunyoga tahdid bo'lib turyapti degandek gapni qilibdi. Men so'zni asla anglamadim. Başka haberlerden açmış köydüm hani üzerine gibi yerlendirip de privat memnuniyete asas mezmun açtı. Andi şu kadınki ispat veriş yığından keyin Amerika bir karar yaptı. Bununki bir alaylığı. Bu gapni Nancy Pelosi üzü dep berdi. Men to'xtalib ben bu. Endi diniki mukafatini elish murasimida üzü dep berdi buni. Xo'sh. Şu kararını algan chaqda mayli bu senatorlar bo'lsin, mayli avam palatasındaki a'zolar bo'lsin, 100% ovoz beribdi. Aşırı bir kararga. Bu Amerika'nın tarixida 100% karar aldığan iş ancak görülmeydi. Şu an ait az görülgen ahvalının birisi şu gün yüz beripti. Bu işinki biz için ait kıymeti çok. Nemişqa degende Tiananmen vakasida bo'lib o'tgan ish, 5-yil vakasida bo'lib o'tgan ish va Sharq Turkistonda hozir bo'layotgan ishlar ait munosabatli. Bularning hammasi Xitoy hukumatidan kelgan. Aşağı boğaçqa aş kararındaki 100% biletilen ütüşü Uygurlar hakkında edilen kararındaki qandaq bulduğanlığı hakkında azırakça signal berdi degende. Şuna bu işten ben ayta hoşal oldum. Bu günüsü bu Washington'da bo'lgan yig'ilish bo'laqi ko'chada minib namoyish qilish emas, bu bir yig'ilishgan. Kommunizm qurbonlarini xotirlash yig'ilishi bu yerda ülkeş devletlerden Ruşen abla Abbas sanımızın söz kıptı. Nancy Pelosi mikak söz kıptı. Ruşen'le görüşüp ayırın. Biraz paranlaşıp da kıptı. Madde bir oldu işler buldu. Bu şu 4. islah boğa iş bu. Andikin 4. islah keşte 4. islah keşte şu Capitol Hill binası deyimiz bu parlament binası Amerika'nın. Naid ehliyeti kendisi şu oldu. Kim gibi bakıyorsunuz endi. Onun ise Dünya Uygur Kurultayı'nın bu ikinci faaliyet. Kimge ötken basınız. Bu ikinci faaliyet Dünya Uygur Kurultayı'nın en iyi dedin Amerika'daki demokratik ilgili sürüş idaresi ki bu yıllık demokratiye mükafata erişişi. Bu ahvalındaki bu işin ehemmiyetini Tünögen Dolkun Eysa İnimizmi Dünya Uygur televizyasında biraz düşündürüp etti. Bunun pek ehemmiyeti çok. Eğer şu mükafatını burun kimler ağan diye nesilge karab basanlar, naiti dünyada naiti tesir kozağan kişiler ağan bunu. Kişiler yaklaştılar. Mesela onun birisi Liu Xiaobo, Xitay'dan çıkan demokratçı hazır ölüp gitti. Şu ağanda 2014 yılında attık yani o. Andi 5. yıl vakasından keyin Xitay hükümeti Dünya Uygur Kurultayı'nı bir terörlük teşkilatı qarladı. Qarlab 5. yıl qırğınçılıqdan keyin. Şundan keyin Dolqunay sayınımız ve Dünya Uygur Kurultayı nurg'un propagandistlar uchirdi xalqaro sahnada. Aştaq bo'lib toki yaqin qadar shtaq bo'lib kelgan o'tgan yil yuz bergan bir qism ishlar. Aştaq bo'lishiga qaramay bu qatam Amerika hukumatining mushundaq bir ahamiyatli mukofotni Dünya Uygur Kurultayıga berishi ikki narsadan darak berdi. Birisi bu terörlük teşkilat emas. Dünya Uygur Kurultayıning ahli buni chiqib aytgan chog'da. Yana birisi Dünya Uygur Kurultayı hozirga qadar qilib kelgan shu Uyg'urlarni erkinliklashtirish kurashlarini e'tirof qildi degan gap. Aşağı boshqa buniki ahamiyati nihoyatda zo'r. Bu masalada boshqa Dolqunay va boshqa qarindoshlar to'xtalib o'tdi bundan burun. Şu an hujjatni ko'p to'xtalolmayman. Bu yerda bo'lgan muhim ishlarning yana birisi, ama şu Nancy Pelosi keldi bu so'rovga, kelib so'z qildi Uyg'urlar haqida.
söz qilib bo'lib qolgan so'zini o'ziniki to'rbetiga chiqarib qo'ydi bir bayonot sifatida. Men uni o'zimniki Facebook'ga chiqarib qo'ydim. O'sha yerda bor, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Uyg'urlar to'g'riliq nima deganligini. Endi Nancy Pelosi Amerikadagi 3-darajalik cho'ng amaldor. Prezident va muavin prezidentdan kelib turdi. Siyosiy sohadimi? Mana shu huquq sohasida. Amerikadagi huquq, hokimiyat huquq sohasida. Agar Amerikada prezident bilan muavin prezident ma'lum bir sabablar tufaylidan o'ziniki xizmatini davomlashtirolmaydigan bo'lib qolsa, shu Speaker of the House deydi buni. Mush kishi, uchinchi kishi birinchi o'ringa chiqadi. Davlat majlisidagi raisidek ahvolda endi. Birinchi o'ringa chiqadi. Shunga bu Amerikada 3-darajalik cho'ng amaldor. 3-darajalik cho'ng amaldorlarniki Uyg'urlar nimalarni deganligini, bu Uyghur degan, Uyghur Times degan bu Tahrimin inlimizdeki törbetdeki bu sözünü aynen tercüme qilib qo'ydi. Ko'rib olsangiz bo'ldi. Uzun törbetida bor. Shunga bu intayin cho'ng ahamiyatga ega bir ish bo'ldi. Andan keyin mana shu Uyg'urlar haqida qonun loyihasini chiqargan Christopher Smith bu kongressmen keldi. Andan keyin Yemirbek görürsünüz, Yemir resim var. Ayarlarning tushgan bir resim var. Keyingi bek görürsünüz. Yemirbek. Meyada bir to'xtalayman. Meyadaki on tarafdagi ikki anga bir diqqat qilish kerak. Mana shu 4-da keştiki mukofot berish meydanida ikki anga chiqib bo'lgan bir ko'rinish. Mana bu Xitoy davlatiniki xaritasındaki bir qismi Turkiston qismi shu Sharq Turkiston bayrog'i bilan ko'rsatgan. Bu kim bizning Uyg'urlarimiz o'zimiz tayyor qilamiz ya? Yo'q, bu faoliyatni shu NED ulaştırgan faoliyat. Faoliyat ulaştıruvchilar tarafidan o'sha qo'yilgan rasmmi? Bu kunistiki ham işte shu faoliyat ulaştıruvchilar tarafidan bo'lgan. Uyg'urlar buni kontrol qilolmaydi. Yig'in boshlanishdan burun ekranga mashina chiqarib qo'ydi. Endi bu Capitol Hill degan Amerikaning parlament binosi degan bütün dünyaniki bir demokratiya simvoli endi. Aştaq bir simvolik o'rin bu. Şu o'rinning ichidagi bir zalda, shuning ekranida Sharq Turkistonniki davlat bayrog'i misol ko'rsatildi. Buniki qiymati intayin zo'r. Buni ko'rib hammamiz shunchaki hayajonga cho'kdik. Endi keyingi bet ko'rsangiz, meyada ostinki sol tarafdagi xonim, Oqchapan kelgan xonim burunki bu kichik Bush vaqtidagi Amerikaniki muavin prezidenti Dick Cheney'ning qizi bu. Bu hozir Republik partiyasiniki ichidagi bir komitetniki raisga bu ayolni kelib qatnashdi. U işte yaxshi bo'ldi bu yerda. Andan keyin NDDniki raisi, ularniki ikki raisi bor ekan, birisi direktorlar raisi, yana birisi shu idoraning o'zining raisi ikkisini so'z qildi. İşte haberin degandek işte mühim kişiler söz kıldı. Bu bir acayip iş oldu endi. Ben bazı kadar nurun paletler katlaşkan. Andaki bu on taraftaki pastki resim, üstteki Kim Schuker'siniz şu. On taraftaki hanım Human Rights Watch ve kişilik hukukunu, halkaralık kişilik hukukunu küzütüş teşkilatının Asya'ya mesul kişi şu, Sofia ismi. Bu hanım yakındaki köplegen televizyorlarda hazırki Sharq Turkistonning ahvoli qancha Uyg'urlarning lagerda turayotganligi haqida so'zlab ketgan hanım şu. Bu hanım kelib qatnashdi bu joyga. Ishqilib bu bir nayti ahamiyat faoliyat bo'ldi. Bütün Uyg'urlar qo'shal bo'ladigan, xotirasi bo'ladigan, tahlilasi bo'ladigan bir faoliyat bo'ldi endi Uyg'urlarniki tashqi dunyodagi siyosiy davası tarixida bir zo'r ahamiyatga ega bir ish bo'ldi. Bu ikkinchi faoliyat bo'lgan. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyi ham emas, hatto shu Uyg'ur da'vosidagi eng chong mukofot deyish bo'ladimi shuni? Albatta. Hozir qadar shu Uyg'ur da'vosi tarixida bir Uyg'ur tashkilotiniki olgan eng chong mukofot deb qarasak, talashmaymiz. Ashta bir narsa. Anandaki buniki Oqsaroyda bo'lishi, Abayatdan qolgan degan ishlar bo'ladi. Andan keyin 5-chislar
tushdan burun shu Washingtondagi Drexel University'dagi bir sho'basi bor ekan Washingtonda. Shu sho'basida Londondagi Ezesa Alkin inimiz ishlagan bir film bor. Javob berilmagan, javobsiz qolgan telefon degan 30 minutlik film. Shu filmni ko'rsatish bir faoliyati bo'ldi. Biz shu Washingtondagi sho'basga berib ko'rib turdik bu yerni. Andan keyin bu Drexel University'dagi bosh shtabi nimada Pennsylvania'niki Pennsylvania shtatmi Philadelphia shtatida. U yerda bir top odam bir zalga yig'ilib naq maydonda ko'rdi. Ko'rib bo'lgandan keyin savol javob olib berildi u yerda. Mushtaq bir faoliyat bo'ldi. Bu filmni bu qatim meniki 3-mi 4-chi qatim ko'rishim. O'tganda izlaysanimiz Amerikaga bir kelgan kelib bizning qishimiz kelib bir hafta o'ynab ketdi. Shu chog'da bizning o'ylamay ko'p qo'yib bergan buni. U chog'da sal uzroqdi. Men bu filmni har qatim ko'rsam ko'zimdagi yoshni to'xtamayman. Mush kunimi mishalda qo'yilgan vaqtida ko'pincha odamlarning qo'lida birdan qog'oz bor. Qog'oz qo'lyaqliq ko'zniki yeshini aytib turib ko'rganda buni. Chet elliklar ham shunday endi bizniki bu film endi hozir Sharq Turkistondagi Uyg'ur fojiasiniki bir qismini ko'rsatib turdi. Emas bir qismi ashta bo'lsinmi so'zda maqolada anlagan qaraganda naq maydonda bir narsani ko'rsa unga ta'sir qilish kuchi kuchli bo'ladi endi. Bu film degan ondan bu film hozir Yevropada o'tkazilgan bir qisqa film yarmankisimi bir yerga qatnashadiganga tanlanib hozir shu tekshirishga baholashga qatnashdi ekan endi. Shu bir qo'shnilar ish izlaysanimiz sizga muborak bo'lsin. Ish bo'lyapti. Endi mushtimi bir narsa ko'rib bo'ldi. Hozir bir qism qarindoshlar o'ynayotganlarmi bor. Hozir qadar Uyg'urlar davosini maqola yozish, nutq so'zlash, diksiya so'zlash, anki isbot berish YouTube'lari yoshlar narsalar bilan qilib etmayapmiz. Bo'lsa mushtaq rasmiy film shaklida bir narsalarni ishlab taram bo'lamdi yoki ko'p qismli film bo'lamdi. Mushtaq bir narsalarni ishlab taqasa buni unumi zo'r bo'ldi ekan. Bu jihatda plan tuzayotgan ukalar bor, qarindoshlarimiz bor. Mening qo'lolsam munosabatim bor. Hozir cho'ng masala iqtisod. Bu jihatda men chet eldagi qarindoshlarniki biroz o'ylanib turishini umid qilaman. Hozir biz qilish tegishli bir qism muhim ishlar bor, ammo qilayotsak pul yo'q. Jiq pul ketmaydi, lekin shu jiq pul emas, pul yo'q. Boshqa bir bo'tdi. Men degan moduna Uyg'ur televizorida o'tkazgan joyda bir ishni dedim, bir chet ellik hozir Qozog'istonda shu lagerda yetib chiqqan 10 qozoqlar bilan ko'rishib, ularni meditsina sohasida tekshirib, ularga bergan dori nima dori, saha o'qil nima o'qil shuni tekshirib aniqlamoqchi bo'lyapti. U bir yilning oldida xizmatini to'xtatib qo'yib, Uyg'urlar shu Sharq Turkistondagi lagerlarni taqimg'ichilik, men ishlamayman, mush yo'lda kurash qilaman deb chiqib ketgan xizmatidimmi. Hozir shunday bir bechoralar kelib qolibdi. Ash 10 qarindoshimizni tekshirishga $6,000 pul ketdi ekan. Men hozir qarasam, aram $5,000 mı beribdi o pul. $6,000 qilolmadi. Chet eldagi Uyg'urlar mush sohada o'droq o'ynash kerak. Bizniki hadisabsiz pul va boylarimiz jiq emas, oz. Burunmi pul yig'ishlar, ya'ni to'plashlar bo'ldi. Zodi pullar nega ishlandi? Bu to'g'rimi o'ylanish kerak. Bu yilmi shu yaqin 6 oyda shu Ramazonniki oldida va Ramazon jarayonida Turkiyadagi yetim bolalar deb $100,000 deb pul yig'ildi. Men yaqinda ba'zi o'lamalar bilan paralashdim. Shunday pullarni Ramazondagi zakat pullarini shu Uyg'ur millatini qutqizish xayriyasi bo'lamdi deb. Bizniki hozir 3 milliondan 5 milliongacha xalq xatar ostida hozir. Ashta bo'g'ashqa biz yana to'plagan vaqtimizni shularni unutib qolmasligimiz kerak. Ashlarni qutqizishda qasish eng yaxshi unum biridir. Buni o'ylash kerak. Zakat pulini mushtaq bir zolimniki qo'lida o'tib ketish ehtimoli bo'lgan xalqni qutuldirish ishlasi bo'ldi ekan bunda. Islom dini jihatdan undaq prinsip xato bo'lmaydi. 8 turning birisi kirdi emasmi?
ve Başta mahpuslarni başqa qutqarish uchun. ben chet eldagi qarindoshlarniki bu yerda o'ynab turishini umid qilaman. Men keyincha bu yerda ba'zi narsalarni o'tirib qo'ymoqchi. Hozir bir qism qarindoshlarimiz har xil proyektlarni, shu ish turlarini o'ylab tepib, menga da'vatida uni ashta qilishga tegishli muhim ishlar bor. Lekin pul yo'q. Ashta bo'lg'achqa belki vaqti kelgan chog'da yana bu to'g'riliq ayrim sizdan suhbat o'tkazishim mumkin. Bir qism turlarni o'tirib qo'yib, aşağıdan agar pul chiqarib oladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, chiqarib bersa, shu ishni qilsaqda. Millat pek eg'ir kunda. Agar hozir endi biz bilamiz, Uyg'urlarchida har qism guruhlarga ayrildi. Aktivlar, passiv sukut qilayotganlar, hayillar, normalsizlar yoki o'tanda yaqin urug' tuqqanlari yoki pul qilib qolganlar deganda kategoriyalar bor hozir. Endi bir qism qarindoshlarimiz vatandagi yaqin urug' tuqqanlariniki bexatarlik uchun sukut qilyotdi. Bu tushunishga tegishlik. Lekin agar obda o'ylab baqsaq, biz o'zimizniki opasini, o'zimizning dadasini, o'zimizning akasini, inisini, singlisini, harisini ayrim qutildira olmaymiz. Gerçi mush qatimda to'lqinda ular lagerga kirkatmaydi degan taqdirdami? Agar Sharq Turkistonning vaziyati o'shalmaydi ekan, Uyg'urlar kam deganda bunga oldiga qayta olmaydi ekan, bizningki ozod bo'lishimiz notayin. Bizim qutulgan bo'lishimiz notayin mumkin emas u. Buni hammadan faraz qilib boqsa bo'ladi. Ashta bo'lgandan keyin hozirgidek vaziyatda agar biz o'zimizniki borlig'ini mush vatanliklarni qutuldirib qilish, o'zimizniki erkinligini saqlab qilish, o'ligini saqlab qilish, mavjudligini saqlab qilish, kimligini saqlab qilish mush soatga chiqamsak, hozir qulimiz badasini hammasini. Agar vatandan olib qolsak, xalqimizni olib qolsak, biz chet eldagilarmi mangu baxt yaşayamayız, mümkün emas. Şu an bir o'ylanadigan muhim ish bu. Bu narsada oxirida demoqchidim, bu yerda kep qoldi deb aytay. Endi keyingi bat o'taylik. Bu shu Drexel Universitetining keyin xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotininki binosida bir tarbiyalash kursi bo'ldi. Bu tarbiyalash kursi qanday bo'ldi degan chog'da shu xalqaro siyosiy kompaniyalarni qanday olib berish to'g'ri bir tajribasi bor. Shu tashkilotda uzun yil ishlagan bir xonim o'ziniki tajribalarini tunishtirdi bu yerda. Ondan keyin savol javob, ondan keyin bu ishni Uyg'urlarning ishiga qanday tatbiqlaymiz degan mazmunlardami qizg'in paranglar bo'ldi. Ondan keyin o'tirib chiqqan muhim bir narsa 2022 yılı Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasi. Qanday qilib mush musobaqani amaldan qoldirmaymiz yoki bu musobaqani shu lagerlar taqalmoqcha Xitoyda o'tkazolmaydigan bir ahvolni qo'lga keltiramiz degan masalada muzokaralar bo'ldi. Bu xalqaro olimpik komitetiniki tuzib chiqib e'lon qilgan bir qism prinsiplar bor ekan. Olimpik musobaqasini o'tkazadigan davlatlar qanday shartlarni hozirlash kerak degandek. Ben uni savolini o'tirib qo'ygan, mana bu narsa bormi deb. Nima uchun Xitoyda hozirgidek ishlar yuz bersa, Uyg'urlar hozirgidek bir irqiy qirg'inchilik yo'qolish girdog'iga kelsa, Xitoy hokimiyatiniki qo'lida. Nima uchun Xitoyga mana bir fursat beriladi degan savolni men o'tirib qo'ygan. Bu chog'da Luisa xonim tayyorlab qo'yibdikan tushunadi. Haqiqatan bu xalqaro olimpik komitetiniki bir qism prinsiplar bor ekan. Mana musobaqani o'tkazadigan davlatga qo'yilgan talablar bor ekan, uni o'qib berdi. Xitoylarning ichida bizga foydaliqlar bormi ekan? Xitoylar asosan shu Luisa xonim o'qib bergan talablarniki hammasiga xiloflik qilib o'tibdi hozir. Undaqda Xitoyni yani tushunish kemkin-da xalqaroning. Başta hozir endi siz sportchilarga bo'ldi Xitoyga berib musobaqa qatnashmanglar deb uni to'sib qolmaysiz, qilolmaysiz. Nima qilasangiz bir olimpik musobaqasi uchun bu sportchilarni uzun muddat tayyorlik qiladi. Bakchiq chapaliq hamyek bilan 4 yil, 8 yil, 12 yil tayyorlik qilganlar bor. Ularni bo'ldi bormanglar, Uyg'urlar uchun desangiz qayt qilolmaydi. Uni u bo'yicha qilmay bu olimpik musobaqasini irqiy qirg'inchilik
Olimpik musobaqasi deb atab, İngilizce Genocide Olimpik deb. Aşağı atab, şu xalqaro Olimpik komiteti ve dünya cemaatidan agar Xitoylar lagerini taqmasa, bu musobaqani shu qadimgi tanlashda ikkinchi bo'lgan davlatga berishni talab qilish degan fikrlar o'tirishdi. Bu yerda bir qism sistemli faoliyatlar olib berilmoqchi endi. Onundan qanday chiqadi bir narsa olmaydi. Yazlık olimpiklar yili 2020 yili 7 ayının 24 günü başlandı iken şunu bir başlangıç noktası qilib umumyüzlük Xitoyniki 2022 yildagi olimpik musobaqasini boykot qilish harakatini olib berish to'g'riliq bir qism yaxshiliklar o'tirishdi. Ben bu to'g'riliq tungi mazar to'xtaldim. Ko'rmanlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyingi o'taylendi. Tamam. Onundan keyin 6-7 gün Uyghur meselesi haqidagi bu hozir nimaga o'tib keldik biz 5-faoliyatga. Uyg'urlar duch kelayotgan krizis va unga qarshi tadbirlar temasidagi ilmiy doklad yig'ini olib berildi. Bu yig'inning o'zini ikkiga bo'lib turib tushuntirganimiz yaxshiroq. Uning birinchisi nima desangiz, echirish murosimi. 6-chilar tushdan burun bu chiqilish yig'iniga echirish murosimi yana shu parlament binosining ichida mana üstüne açıkma arasında. Üstündeki bir resim açıkma. Üstündeki resimge. Üstü mü? Başta abek resmi üstteki lantı. Matratlar. 10 tarafta. Aşağıda açıldı. 10 taraf en üstteki resim. Andi maaşı yığın meydanı. Şu parlament binasının içi. Evet. Enedindeki mukafatını takatkan şu binanın içi başka öyle ama şu binanın içi. Ayağa karşısınız ve Amerika bayrağı olan Şark Türkistan bayrağı tam koyulgan. Yani bu bayrağını Uygurlar esip koygan. Lekin bu yerdeki mühim bir narsa nima desangiz, Amerika hükümeti başlanğımız yol koydu endi. Bana asan bo'lmaydi degan to'sqinlar ish yo'q. Shu qarasangiz ayni. Ana kira turyapti. Lekin bu echirish marosimi oldilar Amerikaniki davlat naqshasini o'qish, undan keyin Sharq Turkistondagi istiqlol marshini o'qish bilan boshlandi. Shunchalik ta'sirli. Endi Amerika'nın parlament binasının içinde Şark Türkistan İstiklal Marşı'nı okuduşu mu tarihte birinci katım. Şuna bunu bir tarihi efetki ege bir vakı anı baksanız, mağla şu nakşı okutkan vaxtaki kürünüşler, size küzetken kişi, Amerika hükümetinin bu ismi battı, ben de unuttum. Bu çoğun adam o. Assistant Secretary. Assistant Secretary members da buraya. Ben tepelamaya kaldım. Bu kişi yakında Şark Türkistan'daki kamalgan kişiler 3 milyon yakın diyen bu sanlı oturup koygan adam. Yardımcı Amerika Devlet Meclisi'ndeki yardımcı sekreteri aç taraf çok bir kişi endi. Ben az tapamaya kaldım yerde. O kişi katlaşıp söz kıldı. Ondan keyin senatörlerden 4 söz kıldı. Muş eşit murasımın üzerinde. Senatörlerden 4 söz kıldı. Bunun içinde Christopher Smith var. Kişilik Uygurlar'daki kişilik hukuk kanun layihasındaki birisini çıkargan. Ondan keyin Rubio mu kişi. Rubio mu okuyunca üzerinde katlaşamaydı. Bu yerde Dolkun, ondan keyin Örkeş, bularlar mı söz çıktı. Mark Zuckerberg kişi Enedindeki prezidenti mi o? O kişinin söz kıldı. 4 senatör söyledi okuyunca. Aslında bunun ait bir çoğun faaliyet oldu. Şark Türkistan bayrağının esilişi, Şark Türkistan İstiklal Marşı'nın okuluşu, ondan keyin 10'daki senatörün kep katlaşışı, bununla 4 senatörün sözü çıkışı, bir acayip izleyiş vardı yani. Bu ekiş marasimi. Ondan keyin 2 gün ilmi doktorat yığını oldu. Bu ilmi doktorat yığını mı to'g'ri, Yemir Davitay ekiş marasimi qatnashib qolgan ishida
xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi bor. Ondan Assistant Secretary of State ABK'dan şu ekan. Davlat Majlisiniki yordamchi sekretari kishi qatnashibdi. Şunun vakili deputy. Şunun vakili kelib qatnashibdi. Ondan keyin kelib qolgan bir yarim kundagi yig'in rasmiy bir xalqaro ilmiy doklad yig'ini tarqisa berildi bu. O yig'inda o'tirib qo'yilgan mazmunlar hammasini medialarda rasmiy naql bo'lgan darajada yuqori talab bilan tayyorlanibdi, o'tirib qo'ydi. Bu xiljiq sohani o'z ichiga oldi, bir yarim kunlik yig'in. Masalan, shu lagerlar haqidagi isbotni tekshirish. Bu bir qism Xitoy millat jamoatini qo'zg'ash. Bu ikkinchi mazmun. G'arb akademiklariniki kuzatish ahvoli. Bu uchinchi mazmun. Ondan keyin g'arbdagi ijtimoiy jamoatning kuzatish ahvoli va kelib chiqqan hozirgi Uyg'ur krizisini hal qilish chora-tadbirlari. Bu to'rtinchi mazmun. Ondan keyin isbotchilarning isbot berishi. Bununda Do'qnay Saynimiz, Mehriqul Tursun sanimiz, andikin Furqat Javdat hukimiz shularni isbot berdi. Ta'sirli bo'ldi. Bu mayli kimning bo'lsin shularni so'zlagan chog'da so'rindagi g'ariblarniki hammasiga ko'z yosh chiqib ketdi dedi. Kalsiy ishtirokini eshitib 21 asrda mushtaq ishim bo'lamdi degandek bir holatda epirildi bu. Ondan keyin 6-si xalqaro qonuniy va siyosiy organlarning kuzatish ahvoli nuqtai nazari. Bu 6-si. Ondan keyin 7-si medialarning qo'llanayotgan tadbir choralari yoki qo'llanilishi tadbir choralari. Bu 7-si bo'ldi. Oxirida bu ishtirok yig'inini xulosa chiqarish bo'ldi. Bu xulosa chiqarish qismida men bir panelistlarniki birisi bo'lib edim. Boshqa qilib bu yig'inga kelib qatnashganlar shu xalqarada ko'zi ko'ringan akademiklar, ondan keyin tashkilotlarniki rahbarlari yoki tadqiqotchilar, muxbirlar degandek kishilar kelib bo'ldi. Bu yig'in bunday yuqori sifatda o'tkazildi. Menda Uyg'urlarniki jiq yig'inlari qatnashib vaqtim hozir qadar. Ma'lumda o'zim bordigan o'zimning kasbiy sohasidagi xalqaro yig'inlarga xil o'xshab ketdi bu yig'in. Ya'ni saviya xil yuqori bo'ldi yani. Saviya yuqori bo'ldi. Shunga aytman degandek uni ma'vusal beshiga ketib qoldingiz. Bular shu Human Rights Watch faoliyatlar asli o'tgan. Masal konuları. Sal astrosanız bu masal sal astroton yine. Mağma içeş murasimi Rubio'nun sözüge vakti. Hani ki yine sal pas görsünüz. Yani mağla şu şükürlük kinki bir yerim küllük elimde katıcıqınların ki kunni şire mağla. Şunda kılıp bu yığın naiti uddan boldu zadılıqı ağırlığımız kemmey degandek. Keştimi üç teşkilat birleşip yığın qatnaşıqlarının hammasiga bir Türk aşxanasını Ankara degan Türk aşxanası tamoq urlashtirib ekan. O aşxana ichib patmay bir qism kishilar sirtda o'tirib degandek. Chet ellik mehmonlarni intan ko'p kelib bir obdan faoliyat bo'ldi. Shunday qilib bu 5-faoliyat hamda 6-faoliyatga o'taylik. 6-faoliyat 3 navbatlik Dunyo Uyg'ur Quvvati ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'ini bo'ldi. Bu yig'in bir kun ilib berildi. Bunda asosan bundan keyingi 6 oylik Dunyo Uyg'ur Quvvatining bundan keyingi 6 oylik xizmatlari muzokara qilindi. Dastlabda oldingi 6 oylik xizmatdan bir xulosa chiqildi. Bu to'g'ri bir ishlangan video bor. Buni Dunyo Uyg'ur Quvvati taqib qo'ydi. Mening Facebook'imda bor, ko'rib olsangiz bo'ladi. Andi Dunyo Uyg'ur Quvvati keyingi 6 oy uchun isil planlarni tuzib etibdi.
ular o'zining o'ylaganin o'tirib qo'ydi. Ya'ni jin qatnashchilarning hammasi azraqdan fikr qatnashtirib, qilishga tegishli ishlar haqida o'zlarining o'ylaganlarini o'tirib qo'ydi. Nihoyatda bir obdan fikr bo'ldi. Meniki bir alayligim planni o'tirib qo'ymayman odatda. Qilib bo'lgandan keyin o'tirib qo'yishni yaxshi ko'raman. Uning ustiga hozir Uyg'urlarga butun Xitoy davlat apparati taqabul turyotdi. Uyg'urlarniki mana shu faoliyatlariga buzg'unchilik qilish, Uyg'urlarni yo'q qilish buningda Xitoy davlati butun davlat apparatini ishga solib bu ishni. Mushta ahvolda bir qism ishlar dastlabda maxfiy turish kerak. Uni qilib bo'lgan degan desimni kechikmaymiz. Uyg'urlar bu jihatda bak ojiz. Ozroq o'ylab qo'yishdik shu deyishga aran turdi buni. Shunga biroz uynishimiz kerak. Ba'zi ishlar oshkorlangan maxfiy turgani yaxshi. Oshkorlanishning hech qanday qiymati yo'q. O'zimizga nom obro'y qo'shishdan boshqa. Lekin maxfiy tursa, keyin nurg'un ishlarda foydali bu. Shunga bu 6 oylik planlarni keyin ishlarni qilib bo'lgan joyda xudoyim bilsa, qarindoshlar uning xulosanini ko'rdi. Xuddi mushqitimiz oldin 6 oylik xizmat xulosanini ko'rganimiz o'xshash. Mushta bir ish bo'ldi. Bu 6-faoliyat. Endi keyingi paytga ko'rsangiz, Amerikada bundan 1 yil burun keyingi paytga o'tsangiz, Amerika Uyg'ur akademiyasi qurilgan. Uningga erkin qarindoshimiz, yana erkin qarindoshimiz bor. U rais, lekin Dilshod Rishod Abboslar ikimiz ularga maslahatchi hesab qilib Uyg'ur akademiyasi bor. Bu yig'indami shu oldingi 1 yilda qilgan ishlarni xulosalab, bundan keyin nima ish qilsak bo'ladi degan ishlarni muzokara qildik. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Amerika Uyg'ur akademiyasimi bir qism unda ishlar qilibdi. Bo'libmi burun qilansal o'xshamaydigan bir ish. Amerikadagi oliy maktablar bilan hamkorlashib birlikda ilmiy doktorat yig'ini uyushtirish tek ishlarni qilibdi. Bu bir yangilik Uyg'urlar uchun. Men bu vaqtda o'zimniki takliflarimni bir vaqtga uzun bo'lib ketdi. Bizningki Uyg'ur masalasidagi masalalar ustida tadqiq olib boradigan kasbiy xodimimiz ko'p emas, asosan yo'q deyarlik. Butun maosh edib, mush soatda ish qilayotganlar bundan 10 yil burun hech kim yo'qdi. Hozir Uyg'ur kishilik huquq projekti qurilishida bir necha dana ishlayotdi. Mushtaqil ahvolda Uyg'urlar chuqur g'arbdagi aqllarni ishga solib, shularniki aqlidan foydalanish bu bir nihoyatda muhim qurilish bu. Bunga bir ahamiyat berish kerak. Bu jihatda Amerika Uyg'ur akademiyasi bir qism ishlarni qilibdi. Odamdan keyin bundan keyin qiladigan bir qism ishlar to'g'riliqmi nihoyat obdan paranglashdik. Endi keyingi paytlardagisi shu mushqatimqi DC'dagi kurish deganiki bir qism ko'rinishlarni qisib qo'ydim ozroqcha. Keyingi paytlarga o'tsangiz. Shuni qilib faoliyat 7-faoliyat Uyg'ur akademiyasining qolganlari endi shu 7 faoliyatning shu mushqatimdagi faoliyatlardan tushgan bir qism xotira rasmlar. Yana bir batim bor buniki. Ahvol shundoq. Ben tunagimni ozroq deb o'tdim. Ish qilib bu qatimki Washingtondagi faoliyat Uyg'ur siyosiy, chet eldagi Uyg'ur siyosiy davosiniki eng yuqori pallaga ko'tarilgan bir qismi bo'lib o'zini namoyon qildi. Menimcha shunda baho bersak xatolashmaymiz. Bu bak xo'shallanarli ish. Endi Amerika hukumatining qaysi darajada Uyg'urlarniki aqsga o'tganligini bu qatim ko'rib oldik. Uni ko'rib oldik. Lekin xalqaro jamoat ichidami qanchalik odamlarniki bag'an siri Uyg'urlarniki ishiga ko'ngil bo'ladigan bo'layotganligini buni ko'rdik. Bu intan xo'shallanarli ish. Lekin men kallamniki oq tarafida hech olmagan joyda aldashib ketib old tarafini ishlatamsam. Zodi mushtaq yaxshilab bo'lyotdi. Vatanda zodi qancha o'zgarish bo'lyotdi. O'zgarish bo'ldi degan narsani qat'iy unutmayman men. Tunagim ozroq xulosa qilib ketdim. Ba'zi o'zgarishlar bor. Masalanga hozir Urumchi janubda bir qism ayollarni qo'yibdi. Hozirdan jiq emas soni. Meniki bilishimcha 100 odam, o bilan bormaydi. Men menga o'shalarda endi.
aşı adamlarni qo'yibdi. Urumchida bir qism tekshirish punktlarini evatdi. Ondan keyin bir qism shaharga yaqin yoki shaharning ichidagi lagerlarning temin ustidagi sim to'saqlarni evatdi. Ondan keyin bir qism maktablarda burun evatgan Uyg'ur yezig'idagi divisklarning bir qismini asli keltiryapti bular. Mana bu ijobiy jihatga o'zgarishlar endi. Lekin obdan tahlil qilsak, bu ishlarning hammasiniki xalqlarninki ko'zni bo'yash uchun qilayotganligini bilamiz. Nima qilsangiz, obatda men qilgan ishlar lagerdagi, turmadagi va lager turmaning sirtida, xuddi lager turmada yashayotgan xalqniki beshidagi azob oqibatni yengillashtirgan yer yo'q. U to'g'ri biz hech qanday xabar olmadik. Men yaqinda bir qism qisqa videolarni ishlab, menga kelgan uchurlarni qarindoshlarga to'liq yetkazib turdim. Xilji ishlarning xabarlar bor. Hozirgi umumiyat ko'rsatilgan bo'lsa, Xitoy hukumati o'ziniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatida hech qanday mohiyat jihatdagi yaxshi o'zgarish hosil qilgani yo'q. Bularniki tuzatgan plani bor. 2014-yildan burun bitirib bo'lgan plani. 2017-yili oshkor e'lon qilib ijro qilishga boshlagan yoki cho'ng bilan ijro qilishga boshlagan. Buni o'xshashlar aytyapti. O'xshashlar aytyapti. Maqsad Uyg'ur millatini yo'q qilib etish. Uyg'ur millatini yo'q qilib etish degan gap butun odamlarni 100% o'ldirtish degan gap emas. Bu ko'p tarmoqlarni o'ziga etgandan hozir bir qismini o'ldirib yo'qotish, bir qismini sarong meyib qilib yo'qotish, ondan keyin Uyg'urlarning tabiiy ko'payishini to'xtatish bu vaqtda intayin kaskin ig'ir ishlar yuz berdi. Hozir yuz beryapti. Ayollarni tug'ilmas, erlarni baltaqlanmas qilib qo'yish. Ondan keyin 500 mingdan ortiq kichik bolalarni ota-onasidan butunlay ayirib, ular Xitoylik kimligini burib tarbiyalayapti, Xitoy qilmoqchi. Ashta bo'g'ashqa Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatda hech qanday mohiyatni yaxshilanish yo'q. Ular o'ziniki planini o'xshashla ijro qilyapti. Bu ishqa bular bek usta, buni biz hammamiz bilishimiz kerak. Ta'min voqeasiga qarab bassaqmi, hozir 30 yil bo'ldi. Hozir yaqinda chet elniki matbuotlari, muxbirlari Beijingga berib Xitoyniki bir qism yoshlardan so'rab baqdi. Shu 4-iyun Beijing voqeasini 40-yildan bilamsan degan nurg'unlar qolsini eshitib bilmaydi yoshlar bo'lganligini. Hozirgi o'lcharda o'ltirilgan 10 mingdek odam shu qatimqi qirg'inchilikda, lekin uni hali unutib ketib o'qimay ekan. 5-iyul voqeasida Urumchilik ketgan odamlarmi shundoq ko'p. Men Uyg'urlarni ikki ko'chaga sulab, harbiy mashinalar bu narsalar Urumchining to'pini uchirib o'tib, ikki ko'chaga sulab, ularni tutib olgandan keyin hammasini yerga yotqizib o'tib, qatori net 100 odamni. Ondan keyin pulmatlar qirib o'ltirib, o'liklarni fork deymiz, ara bilan usib bir mashinaga olib bir kishi yo'q etgan ahvolni oldim. Qachon ekan? 5-iyul voqeasida bo'ldi. 5-iyul qirg'inchiligida. Qirg'inchilik bo'ldi. Shu chaqda lap sirtir simtatgan odamlar bor. Men olgan kishiniki sirtdagi shu apparatniki flashlightni chaqmoq ko'rgan rasmlar bor. Bu rasmda kam edi bizga. Endi hozir shu voqealarni ishqatlik ilmida yo'qolib ketdi. G'arblik qat'iy chiqmaydi. G'arb hozirmi 5-yil voqeasini tilga olsa 194 odam o'ldi, uniki 147 Xitoy degan narsani yozildi hozirmi. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim Xitoy ashundoq cho'ng Xitoy hukumati ashundoq cho'ng ishlarni qilib etib, uniki isbotlarini yo'q etishga usta bo'lar, qolaydi uni. Shunga hozir garchi xalqaroda biroz bo'lgan besim kuchaydi desak, u to'g'ri. Lekin uni Xitoy qancha parvo qildi desak, asosan parvo qilmaydi. ABK'da ko'z bilan chiqdim boshqa. Shunga chet eldagi Uyg'urlar biz bu qatimki bir haftadagi faoliyatga o'xshash narsalarni tabriklagan vaqtimizda
ahvolni tutib qolmaydi. Bizniki ahvolimizda mohiyat jihatdan hech qanday yaxshilanish yo'q, bo'lmaydi. Buniki bularni bo'lmamdi, bu to'g'rilikni bir narsa deb bo'lolmaydi. Hozir Uyg'urlar Xitoyni eng burun bayqagan bularning qanday millatligini bir millat endi. Shu biz burun Orxun tashrig'ini yozib ketgan mangu tashlagan ustiga. Yaqinqi shu 49 yildagimi biz undan bilatdik bularni. Pulu qaqshab, pulu dapaqda dunyo quloqsanmaydi. Amerika hukumatimi yaqin 30 yilda Xitoyni bilab kuchaytirib olib qo'ydi. Ana bir yaqinda bir yaxshi ish Uyg'ur masalasi nuqtasidan emas. Umumyüzlük, bu iqtisodiy jihatdagi, harbiy jihatdagi, siyosiy jihatdagi masalalar tufaylidan dunyodagi Xitoy davlatiga bo'lgan ishonchi zo'r darajada cho'nqurlashdi. Zo'r ilgash bo'ldi bu jihatda. Endi uniki foydasi bizga mazaq bo'tadi. Hozir Uyg'ur masalasini dunyo anglatish jihatda ahvollarni qilchoq yordam bo'tadi bizga. Lekin mohiyat jihatdan o'zgarish yo'q. Hozir agar xalqaro Xitoy masalasini hal qilmaysa, birinchilik Uyg'ur masalasini hal qilmaydi bo'lar. Yana o'ziniki iqtisodiy manfaat, balki harbiy jihatdagi tahdid ma'nosini hal qilish mumkin. Shu ma'noda bizga foydasi tegib qilish mumkin. Lekin har qandaqdir Uyg'ur masalasi asosiy o'ringa o'tgani yo'q. Asos sabab nima desa, bu xalqaro munosabat manfaat bilan bo'lgan narsa Uyg'urlarda bizning boshqa bir manfaatimiz yo'q. Boshqa bo'lgani uchun. Meniki bu gaplarni deyishimdagi sabab Uyg'ur chetdagi qarindoshlarni umidsizlantirish emas, hech qanday emas. Belni qo'yatmaydi demoqchi. Biz o'zimizniki vatanda, o'zimizniki xalqida, vatanning xalqimizda bir haqiqiy o'zgarish bo'lmoqchi bilimiz qo'yatmaydi. Qilg'ashing shunday eg'ir. Yaqinda Facebookda bu ichki qonun loyihasi to'g'risida mujahidlar chiqarib qo'yapman. Musqatim Washingtonda xilji kishilardan ko'chdim bu haqda. Endi bu yil 8-oydan burun agar bu ichki qonun loyihasi Senat bilan bu parlamentga tashlansa, uni taslim etish ehtimolligini cho'ng. Hozirgi bir qismat odamlar Amerikada bu Kongress a'zolari, davlat majlisi a'zolari olarash o'tadi bular. Masalan, boshqa Uyg'urlarniki masalasi ularniki muhim ish tizimligining eng oxirida turdi bu. Ular bu xalq saylagan uchun oldidan Amerika ichidagi manfaatni birinchi o'ringa qo'ydi. Boshqa bu so'zlamay ifade bilmaganlar ko'p. Lekin albatta men degandek 6-oyning 4-kunidagi bu 6-oyning 4-kunidagi Temin voqeasi haqida chiqqan bir qonun loyihasiniki 100% bilan tasdiqlanishi Uyg'urlarniki bu qonun loyihasiniki asan tasdiq etilganidan direkt birdi. Garchi hozir qadar ovoz qo'yganlar Senatnikiga 30 sonda bu Alman palatasiniki 74 miniki tunan ko'rgan son. Yo'q bo'lmasa-mu o'tib ketish ehtimoli bor zo'r. Lekin agar bu yil 8-oydan burun bu ishga loyiha umumiy bilan tashlashga qo'yilmasa, bizniki bu ishimizning 2020-yili 11-oydagi prezidentlik saylovininki orqasiga suzib ketish ehtimoli bor. Bu gapni men xil cho'nglardan oldim. Shunga bizim qilg'ashimiz nayt ko'p, shu yaqin-yaqinda kuchayotirman. Hozir endi bu davlat majlisi a'zolariga telefon qilgan vaqtida ularniki o'ziniki imzo qo'yib berishni talab qilishdan boshqa bo'lsa shuni yuzlik bilan tashlash, ovoz berishga qo'yishga rag'bat shuni talab qilishni kuchaytiryapman. Men o'zimniki ko'rishadigan doirachida shu narsani o'tirdim. Shu bu ish bak muhim. Agar o'shtaqimiz endi bu ishki qonun loyihasi Uyg'urlarniki masalasini tubdan hal qiladigan narsa emas, buni bilish kerak. U faqat hozirgi Xitoy hukumatining Uyg'ur masalasida Uyg'urlar ustida sodir qilgan jinoyati rasmiy qonun jihatdan e'tirof qilingan bir narsa bo'ladi endi. U bo'ladi agar Xitoy hukumatini yoki Xitoy hukumatining bir qism odamlarni xalqaro sudga tortib, ularniki jinoyatni jazmlash degan taqdirdami, bu xalqaro sud hargizmi o odamlarni tutib olib turmush solib qo'yolmaydi.
o kişiler yine Xitayda özündeki turmuşunu bir haram geçirip hizmete tiliyordu. Lakin onun faydası ne ise alandaki cinayetinin cezimleştirilişi. Bazı kişiler mesela Armeniyalar Türkler Müslüman mait köp az kılık Amerika'da. 1911 yılları deymi. Osmanlı İmperiyası'ndaki askerleri Armeniyaga berip adam qurgan vaqtdagi ahvolni irqiy qirg'inchiliklar e'tirof qilsa bo'la uzun yillardir kuchayotdi. Ashuni e'tirof qilgan taqdirda u bir yangi ishni hal qilayotganda qilmaydi. Faqatlam olamdagi jinoyatni e'tirof qilish rolini o'ynaydi. Lekin o'lgan odam o'lib qoldi, ketib qoldi u shu bo'yicha. Men shuni tushungan Madina Uyg'ur qurultayiniki televizorlar o'tkazgan suhbatda bir misol qilib Yasir bilan Yusufniki mashina so'qishib ketish vaqasida bir narsani so'zlab o'tdim. Agar mashina vaqasi bo'lib Yusuf o'lib ketgan bo'lsa, bu ish bo'lib qolgan, lekin Yasirniki gunohkor ekanligini bilinishi mumkin. Jazmlik sudda kesilishi mumkin. Lekin uning bilan Yusuf tirilib qolmaydi. Hozir Xitoy mushundaq bir tushuncha ostida ish qilyotdi. Gerçi xalqaro besim shuncha cho'ng kuchib ketib qolgan taqdirda bular o'zining bilimini, o'zining bilimini, o'zining planini ijro qilaveryapti hozir. Nima desa, Uyg'urga solgan ziyonni asli bilan bilsaytish. Buni hatto Xi Jinping oshkor dedi. Men keyingi butun ishlarga men mas'ul bo'lmayman deb yaqinda taxin. Aşağı dedi bütün Xitoy davlatidagi kishilarga, bunun ichida Uyg'ur masalasini bor, garchi Uyg'ur masalasini oshkor qilib olmagan bo'lsa-mu, hozirgi butun ishlarniki eng yuqoridagi planlovchisi Xi Jinping. Aşağı dedi bu. Kim Xi Jinping'de sen gunohkor desak, 5 milyon Uyg'urlar tüketkezse bizim vatanda. Ziyanı kim dağıtılır? Kim Uyg'ur dağıtılır? Şunlaşqa bu işlerde chet eldagi Uyg'urlar birisi bizniki kuchimiz intan cheklik. Mushu cheklik kuchimizni ne ishlatamiz degan masala ustida ubda o'ynash kerak. Har bir ishni qilishdan burun buning foydasini, ziynini o'ylab chiqish kerak. Lekin xalqimiz cho'qim quruq shuar bilan amaliy ish harakatni farqlantira oladigan bo'lish kerak. Chet elda shuncha uzun yashab turib, mushuk ishni qilmasak, o'zimizga o'kinsak bo'ladi. Kimlar ish qilyotdi? Kimlar quruq gap so'tyotdi? Kimlar ishqotqanlar putkash qilyotdi? Bu to'g'ri o'ylashimiz kerak. Bizniki vazifamiz yana shunday og'ir. Lekin meniki ziyonlar qatlamiga deydigan bir umidim bu Xitoyniki hozir Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bu siyosatniki bir tarixi bor. Undaki tadqiqot bosqichi bor, o'tira chiqish bosqichi bor, keyin siyosat belgilash bosqichi bor, ijro qilish bosqichi bor. Mushaqda izninlar vaqtlar bo'lsa. Hozir yeziq to'g'riliq yoki biz kim davlat qursak qanday davlat quraymiz, bu to'g'riliq munozirashga vaqt emas. Uni vaqti keladi uniki. Lekin hozirgi eng muhim masala qanday qilsak vatandagi xalqning jonini qutqizib qolamiz. Lekin qutqizib qolganlarni saq qutqizib qolamiz. Hozir ben yaqinda bir ish to'g'ri o'ylandim. Hozir xalqaro uyg'lamasizga ko'ngil bo'lib kuchab mashaq qilyotdi. Keyin ular olishib, masalan, hozir BDT'dami bir tekshirish umiga berib tekshiramiz. Agar Xitoydagi tekshiringlar debdi, ular deydi, biz tekshiraylik, ammo biz neni tekshiramiz, o'zimiz qo'yib turanglar, buni bo'lmaymiz deb turyapti hozir. Aslida aralashib kim bu ishlar hal bo'ldi deymiz. Deylekin. Hal bo'ldi deganniki, aniqlamiz nima? Biz hal bo'lgan vaqtdagi vatanning oldiga qarasak, bizning ko'rdigimiz nima bo'ldi? Qanday manzara? Saqqagan odamimiz qanday odamlar? Odamlar-chi? Saqqamgan, yo'qolib ketgan odamlar-chi? Men yaqinda tunogimi dedim, bu ishda bizning yaqinda bir uchurga eshitdik. Hozir lanjur o'tayotgan erlarni 3 bosqichga bo'lib, 50 dan taqib odam yashama qayerlarga etib o'ltirib qimmat qildirib. Hozir bu yerda bunday bir masala bor. Agar lager so'langan shu Uyg'ur erlarining hammasi saq tursa shahar. Ki agar saq chiqsa,
Xitoyga bo'lgan tahdid burunqidan oz bo'lamdi, cho'ng bo'lamdi. Agar cho'ng bo'lib oshib qolsa, Xitoylar ashlarni saqlab qo'yamdi. Ashlarni o'ltirib yo'qotish uchun yoki saran qilib beqib yo'qotish uchun yine qancha vaqt ketadi? Mushtaq jihatlarda o'ynash kerak. Chet ellik ziyonlar vaqtinlar bo'lsa, mushtarak o'ynab qo'yinglar. Uyg'urlarni yo'qotish ishida Xitoyda Xulianxi, Huangang degan ikki Xitoy bor. Ayni vaqtda Çin doktorlik o'qishni qilgan, shular tadqiq qilgan buni. Eng dastlabda Uyg'urlarni qanday qilib yo'qotish siyosatida o'tirib qo'ygan kishilar shular. Ishgan. Undan keyin aytganda ikkimiz bir suhbat o'tkazdik men men bu Xitoyniki generali, Xitoy davlat mudofaa universitetidagi professori Daishiniki bir qism gaplarini deb berdim. Daishi dastlabki vazifasi Xitoy davlat mudofaa universitetining professori, ondan Xitoyniki bir cho'ng generality bu. Hozir Xi Jinping'niki maslahat gruppasining ishidiki bu. Bu adam Janubdagi nüfusunun 95%'i Uyg'ur. Mushtaq bir holatning saqlanishi o teröristlar emas, teröristlar u quruq gap u. O'ta chiqqan quruq gap u. Ammo eng chong tahdid mushu 95% nüfus degan gapni ko'p ta'kidlagan bu adam. Ondan keyin agar Amerika bilan Xitoy urushib qolsa, Amerika nayt asalla 300 mingdan 500 minggacha Uyg'ur erlarni qurollantirdi. Ular Xitoy armiyasiga qarshi urush qildi. Men bu ishni bir taraf qilmoqchilik markazga taklif qilishni to'xtatmayman degan bu odam 2011-yillardan. Buniki mashta tarixlari bor. Hozirgi butun narsa bir-biriga bog'liq. Chetardagi ziyoli qarindoshlar agar vaqtlar bo'lsa, men bu ishni qilay deb o'ylagan qilib burun, hozir materialni to'plab taqdim, ammo yetish bilmayman, yetishmayapman. Maaşını kılaydı. Bundaki birisi üzümüzdeki düşünüşki faydası var, ikincisi halkara düşendirici faydası var bundaki. Ötken de şu Türkiye'de katlaşkan bir forum oldu, Amerika'daki bir akliye ambarınınki. Aşağıda bir sual olan kişi Xitoy hükümetinin Uyg'urlarni qattiq bostirishi 2014-yildagi Kunung voqeasidan keyin boshlandi. Kunung voqeasida 3 Uyg'ur 29 tani o'ldirib ketib, Xitoyni ochiq gap ketib boshlab qoldi deb. Bu degancha shunchalik paxpax gapmi? Ammo boshqa gapni degan odamni Amerikada qarasangiz turqiga xali bir g'arbda xili bir o'rnli odamdek ko'rindi menga. Boshdan tushuncha shunday. Hozirgi Uyg'urlarniki masalasi nereden kelgan degan narsani tushunmaydi. Biz motor iznib yozaylik, e'lon qilaylik buni. Tarbiyalaylik. G'arb jamoatini. Boshqa qilmasak, uki hech qanday millat jig'langandan yaxshi ko'rmaydi. Umidvor odamni yaxshi ko'radi. Tamam, turadigan, jitiradigan yaxshi ko'radi, davomli ishlatadigan yaxshi ko'rmaydi. Biz hozir jig'lanib olib qoldik. Biz u yerda dardimizdaymiz, bu yerda dardimizdaymiz. Endi unga majbur hozir bizning boshqa kuchimiz bo'lmagan qoldi. Lekin sal boshqalarniki haqiqiy yordamni qo'lga keltira oladigan jihatimiz izlaydi. O quruq hech qanday qimmati yo'q gaplar ustida tilata chiqib o'tirmaydi. Muhakkak ben bugün Allah razı olsun. Ben gaplarni bo'lmay deb gap qilmadim, lekin shu Pidayla ekranni mangdo'gandan beri bir qancha masalalar haqida cheksiz izlanish ilib bordik desak bu mubolag'a bo'lib qoladi, ammo bek terishdi. Bunun birisi maxsus Xitoy tadqiqoti, Xitoyga bir ko'z tashlash. Davomli nima ish qilyapti deb Xitoyni kuzatish edi. Bu jihatda biz qanchalik yashadik. Namzat deb tapgan insanlarımızda izchillik bo'lmadi. Başka o'rinbosarlar bo'lmadi. Endi chet elda ziyolilarimiz vatandikimiz qabulib ketgandan keyin chet eldagilar o'sma aktivlashgan bo'lsak bo'ladi, lekin hammasidan qilayotgan mashg'ulotlar ayrimkin. Ekran xizmati amaliyotda boshqa janrlarga qaragan chog'da ta'sirchanligi kuchli ekanligi barbara e'tirof qilinadi demda. Birer temini xato tanlash yoki
to'g'ri bo'lmaydi deb qarashmi hali bir munozara paydo qilgan bosqich kelibdi. Shuning o'zimi ham bir diqqat tashlanayotganligidan darak berdi. Bir kitobni bir yil, necha yil vaqt cho'kirib, bosh cho'kirib ishlasak, bir ishga tugamayotdi bir yillab, sotilmayotgan. Ekrandagi xizmat bir konferansimiz 10 konferansning vazni bilan bir ta'sir paydo qila oladi. Ammo bir konferans ketgan kuch bilan 10-20 ekran biznesi qila olishimiz mumkin. Ahamiyat bera olsak. Şuna ekranga biraz ahamiyat berish haqida ziyolilarimiz mujoq deb keldik. Sizlarni davomli qanday fikrlar bo'lsa, Uyg'urga ziyonliq gap so'z qilmagandan kaslar gap qilpaslar deb turibmiz, ammo shu vaqt yetmayotgan bir avval tufaylidan izchil bo'lamadik. Arliq biraz uzilish oldu. Müşahidimiz bahane bilen bir div olay, iktidar sahibi qarindoshlarimiz olsa, sizlarga tavsiya qilsizlar, boshqa qarindoshlarning tavsiyasi olsa, biz har vaqt biz xizmatida bo'lamiz. Fidoilar ekrani aslida butun vatan millatning istiqboli uchun tarafsiz, hamma taraflarningki o'zining fikrlarini bayon qila oladigan rahat shaklda, fikrlarini bir-biriga munozara shaklda ushqashtira oladigan bir universal munbar qilib, ya'ni bir munozara so'rini hazırlash plani bor edi. Men uningga biz bağansır, tatqansır ve qıçış, biz tarafsizleşken sıra adamını tarafga ittirish muamelesiga duchor bo'layotimiz. Yurakni yelpagin olmaydi ekan, ammo bizning qalbimizda xalqimizga qanchalik manfaat bo'lsa, bir to'g'rining bir tuxumini ko'rsak, shuni qadrini qilish prinsipida ketyapmiz. Ammo qarindoshlarimiz biraz egizbes tushunish bilan ba'zan tuxumni chiqib qo'ydigan, ba'zan nijosat desab tashladigan avval bo'lib qoldi ekan. Shunga hammadan bir savarchan bo'lishmi muhim ekan. Bayatınki oturup qo'ygan masalalardan bizga aniq oylan bo'yayotgan narsa, biz yanıla o'zimizdan tayyorlashimiz. Hamma narsaning oldin ochqichi va hal qilg'ich tüp nimasi bo'layotgan, omil bo'layotganligi o'tirdi hozir. 70 yıldan beri Amerika'daki en çoğun faaliyet noktasına, yani tesir noktasına yetip gelgen Uygur davasınınki bugüne qanchalik davom qiladi bir. İkincisi davom qilgan taqdirda qanchalik realligimizga o'zgarish olib keladi. Vatandagi qarindoshlarimizning istiqboliga qanchalik ta'sir ko'rsatadi. Bu hamma narsa hisoblasa qoladi. O'tirdi bir behuda ta'layotganligimizga kelib to'xtaydigan bir reallik bor o'tirdi. Natija itibariyle. Ondaqda to'xtamay hal qilish ish bo'lgan bir narsa, biz ichki jihatdan sirtning hisobini qo'yib turib, o'zimizning ichki jihati, ishimizni jiddiy opras qilish, isloh qilish, yetaklash, yolg'iz bital guli ichilgan bahar olmaydi. Hamma gullar basbasli ichilish, bulbullar basbas sayrash shaklda, ya'ni bir-birimizga qarindoshlarcha muomala qiladigan bir zichlikni hosil qilishimiz ciddi talab qilinayotganligi aqllar ayon hamda. Şu an fidoilar ekrani vatan millatning istiqboliga bilan foydali bo'lsa, hamma sohaga marhaba deydi, quchoq ijotidi. Yana ochdi inshaalloh bundan keyingi nimamizmi, prinsipimizda bu jihatda o'zgarish yo'q. Fikr, taklif, tanqid, tarbiya bo'lsa albatta qabul qilamiz. Bir ikki program bilan hamma narsa hal bo'lib ketish notayin. Ammo biroz sabr qilsa, onun onun yamsi toshqilish orqali o'tirib ketgan zehn isrofchiligidan, vaqt isrofchiligidan qutulib qolamiz. Bu bir aslında hozirgi banada bir men bir reklama bo'lib qolsin deb dedim. Aslida ayrim deyilgan gaplar. Yaxshi bo'ldi. Washingtondagi Uyg'ur haftaligining ta'siri sizcha bizning kelajagimizga qanday bir natijalarni olib kelishi mumkin? Bir qancha savol so'rab, undan keyin oyoqlashtirsak. Hamda menimcha hozir endi shu chet ellarda faoliyat qilayotgan jiq qarindoshlarimiz bor. Dunyo Uyg'ur qurultayidan boshqa muxolifat tashkilotlarmi bor ish qilyotdi. Ondan keyin tashkilotlar qurilyotdi yana. Men shu yaqinqi birinchi ichki tashkilotni oldim. Yangidan qurilganlarni tashkilot yoki partiya bir narsalar. Endi ben şu çeteliklerini kendisine oyunu pekişini ümit kılman. Özlerinin kalan hizmetin nimnetin çıktı. Yine azıcık yolu meni verse bundaki kanatını çıktı. Peki mevzem tabii ben çok aşka buranın işkimizin ekranda mı çıktı değil mi bu gapni? Eğer ben bir işini oylap başlık kısak buldu eken de bunu kandak kılışını
qanday qilishning qadam bosqichlari, tadbir choralarini topamasam buni o'tirib qo'ymayman men. Men uchun plan emas, quruq xiyol. Arzu. Arzu. O amalga oshmaydigan narsalar-chi. Hmm. Shunga boshqa tashkilot qilayotganlarmi shu, boshqalarmi shu, ashlar bir yo'lga kirishdan burun men nima ish qilman, uni qanday qilman degan to'g'riliq undan o'ylab qo'yish kerak. Meniki bu jihat mushaqda yozgan bir qancha maqolalarim bor. Nishon tiklashning o'tqon o'lchami, nishon tiklashdagi eng muhim odillar degan o'xshash. Shuni bir qatim o'qib qo'ygani yaxshi. Hozir biz 21 asrda yashayapmiz. Dunyodagi har qanday bir narsani o'ylab, mushto'liq mening bilimim yo'qkan bir izlab boqay desa, bilim chiqadi. Taraqqiyot ketdi bilim hozir. Hani bizniki bir qism odamlarimiz bu ilmiylikka qat'iy ko'ngil bo'lmay, yenilamay bangining xayolidaklam o'yinchi kirib yapman bir qishni o'ylab tepib. O'zlik qismi mayli bu, boshqalarga baktiflik aşağı o'tib qolgan ahvollar bor. Albatta men degandek bizniki bir cho'ng fojia chet elga chiqqanlarniki intan oz bo'lishi. Men bundan 10 yillar burun vatanda maqola yozib to'rbatlarda e'lon qilib turgan vaqtlarimda mush masala o'tirib qo'ygan. 1 million Uyg'ur chet elga chiqib yaxshi degan narsani. Degan vaqtimda ba'zanlar norozi bo'lgan vatandagi qarindoshlarimizdan. Bu iqtidorli odamlarimizdan ham chet elga chiqsa vatanni, yurtimizni kim gullantirdi deb shart degan. Ben o çağda hozirgidek ahval bo'lishini o'ylamagan. Bu kallam bu xayalim kep bakmagan. Uyg'urlarning xayoli asosan kep bakmagan. Men boshqa jihatlardan ogohlantirishlarni ko'p qildim. Masalan, Uyg'urlar ko'p o'ynaydigan millat, ko'p o'ylamaydigan millat deb. Yapılıqlar, Yahudilar, Germanlar, Müslümanlar seçti o jür müstakaplardan ko'p dedim. Biz ham ko'ngilni bir xil ansirash bordi. Aşındaq derecede bexod oynab ketib qolgan millatning beshiga chuqur bir kun tushishi mumkin. Men shu Yahudilar yaşagandan keyin hozir bizning davrimizda Yahudilar 11 chiqishi mumkin. Yahudilar bek ko'p. Shular yaşagandan keyin ashtaq bir xiyolga kelgan. Dunyoda Uyg'urdek bexod yashaydigan millat bormidi? Bizning hayotimizda eng muhim o'rin tutgani shu sorun medeniyeti. O'ltirash. Ashtaq narsalar bo'lib ketgan. Endi hozir o'to'g'ri qilsak qiymati yo'q. Shundaqmi bu chet eldagilar har bir ish qilgan chog'da mening boshqa qilgan ishimga ilmiy asosi nima degan narsa to'g'ri o'ylab chiqish kerak. Mening bir odatim men o'zim tushunmagan ishni qila olmayman qat'iy. Mening tushunmagan bir ishni qilishim xuddi ko'zimni itib turib bir latada. Romanimni o'xshash. Nakit bağlamı bilmeymem, manamam yok. Onu kadar cancım toxtuvağınım yaxşı. Şuna chet eldagi qarindoshlar haqiqiy turda millatga kuyinish, millatni qutuldirib qilish niyati bilan ishlarni qilib nurg'ishlarni boshlayotgan qarindoshlar bor. Ularning o niyatini qadrlash tegishli, ro'yini qadrlash tegishli, irodasini qadrlash tegishli. Lekin bu qilayotgan ishimning qiymati nima? Birisi men buni qilalamdim, qilsam qanday qilaman? Qilgandan nima ish qilib, qanday natija chiqara olaman degan narsa o'ylash kerak. Ashtaq qilib, ashtaqa ko'z yesa, qilishni ilmiy asosi bo'lsa, qilivasi bo'ldi. Bunday bo'lmoq qilib qolsa, ashtaqa qilayotganlar birlashaydi. Agar boshqalarni izlashga bu narsalarga afsus bo'lib qolsa, meni izlanglar. Meniki hozir uyg'urlarchidan dushmanim yo'q meni. Hech qanday. Uyg'urlarchilikka har qanday odamga kurasha olmayman men. Meniki oltim ashtaq bir holatdaman. Shunday. Men izchilda bir ziyoli sifatida ish qilib keldim. Bu ham shunday bo'ldi. Shu meni izlasanlar bo'ladi. Keyin cho'qim shu ishlardagi shu energiyani to'g'ri ishlashni ishlatadigan yo'l topilib bo'ldi. Men unga yordam qilib turishga rozi. Allah razı olsun. Bayatın bir kız gepini aytı. Dikkat çekildiğin bir gep, yani bir pen alimi, yani pen nima deymiz? Tabiiy pen alimi. Tabiiy pende izlenip çıkan şu sahada üspetilgen yoki bilim egallagan bir shaxs bo'lish sifatlari bilan ijtimoiy fan sohasida nurg'un qalam tavut ishlarda bo'ldi, kuzatishlarda. Ba'zan qarindoshlarimiz menda o'zining sohasidan sirtga chiqib ketganligi to'g'risida shikoyatlar qiladi. Sizlar qanday izoh bo'ladi bunga nisbatan? Uniki hech qanday xatosi yo'q.
hozir Amerikada mana shu ilm fan sohasidami interdisciplinary field degan bir field bor, bir soha bor. O bir masalan bir fakultet bor. Mesela interdisciplinary faculty degandekchi. Oliy maktabda. Uningda hamma son odamlar ishlaydi, birga ishlaydi. Agar diqqat qilsak, mana shu nimaniki Microsoftni qurgan ikkinchi odam doktor. 30 yil kasal davolgan odam. 30 yil kasal davolab, keyin u kasbni tashkil etib, yumshoq detal o'tib, mana shu Microsoftni shu Bill Gates bilan qurgan. O nima u Apple'ni qurgan Steve Jobs'ni asli kasbi u emas. Bu rassamchilik, yo'lda ashtaxlarni o'qigan, ayni o'qigan vaqtida keyin kasb o'zgartgan. Shunga g'arb allari sahaning adimi bir sahaga kirib o'ylansa, shu sahadagi odamlar o'ylab topolmagan bir qismni san o'ylayoladi deb qaraydi. Makipimi bayta qilish kerak. Matematikaning adimi jamiyatshunoslik o'ylasa, butun jamiyatshunosliklarga qaraganda yashab o'ylaydi degan gap emas bu. Jamiyatshunoslikda ishlayotgan kishilar o'ylab boqmagan ba'zi ishlarni o'ylayoladi deb qaraydi. Nima deymiz? Teoriyaning ichida qabul qilish nimasi bo'lmaydi unda, erkinlik bo'ladi. Erkinlik uni bir ijodiyat bilan ta'minlab qilish mumkin demakchi-da. Sandiqdan chiqib o'ylashim deydi, buni think outside the box deb ataydi inglizcha. Balki bir kasb shug'ullangan shu bir sandiqdan chiqib qolgan gap endi. Shunga sirtdan kelganlar sandiqdan sirtdan chiqib o'ylaganlar bo'ldi, shu buni tashabbus qildi. Bunda hech qanday xatolik yo'q. Lekin bizda hozir o'zi o'qimagan ishlar to'g'ri qilgan gap qilganlar yo'q. Men izchil turda bir narsa yozgan vaqtimda deb keldim, men qandaqdir o'zimniki sohasi bo'lmasimi, chiqib qolgan gap qilmayman men. Nihoyat yaxshi manbadan bir deb ber. Nihoyat inta isli kitobdan birini, yoki inta isli yozuvchidan birini necha maqolasi deb shular tanishtirdim men. Uyg'urchada. Ba'zan qisman yerlarga o'zimniki gapirib qo'shib qo'yganlar bor, u chaqda shu Uyg'ur jamiyatiga moslashtirib degan narsalar u. Ashta qilib keldim. Men asosan Uyg'urlarga bilimni import qilib bermoqchi bo'ldim men. Men o'ylaganim shu. Meniki bir qancha kitoblarimniki kirsiz shu gap bor. Lekin hozir bizdagi bir egri ahvol nima desam shu. Ijtimoiy taraflarga chiqib so'zlab qo'yganlar. Hech kim o'qimagan ishlar to'g'riliq ba'zilar qalamqon taqattiqqa qilib xalqlarni ko'rmalarni qaymoqtirib ahvol yo'q. Shu men o'tganda bir gapni deb qo'ydim, siz ekraningizda dedim bu deyman. Diniy sohada kishilar qalamqon qilolmaydi. U nima unvoni bor ekan, nada o'qib ekan, o'limomi ekan, olim ekan degan fayd bor. Masalan, agar aqidashunoslik o'qimagan odam bo'lsa, aqidashunos to'g'riliq gapqisi bo'lmaydi. Yo'q qo'yilmaydi. Bu fanni sohadami o'xshash shu. Fanni sohasidami o'qimagan sohada qalamqon gapqisi bo'lmaydi endi aslida. Lekin bu fanni sohada cheklama diniy sohada aniq emas. Boshqa boshqa bir qism kishilar foyda ketib bordi bundan. Lekin men bu yerda tarafni anglashlar qo'yaman. Anglashlar o'sha narsani ko'rgan joyda odamniki ish to'g'risida nima slaydi va deb o'ylab chiqish kerak. Nima o'qibdi ekan, nada o'qibdi ekan, qanday o'qibdi ekan, qanday asarlari bor, qanday izlanishlari bor bu sohada. Deb biqib andikin uni agishish kerak. Bu yerda kim o'lika qilsa u sevgili bo'lmaydi. Uyg'urlarda shunaqa ahvol bak eg'ir. Men so'rovlarni bak ko'p kiritdim-da. So'rovlarni asosan o'lika qilgan odamni egalib oladi. Sevgisi bo'lganlik uchun emas, bak ovozi o'lik bo'lganlik uchun. Xalqlarni o'qimagan odamni anglab, men ma'lum sevgisi bor deb o'ylab qolganlarmi bor. Başta. Şunun tashabbus boş. Allah razı olsun. Siyaset sahasida bütün yumshoq vositalarga asosan murojaat qilindi. Qattiq vositalarni qo'llanish uchun o'rganish maqsadida har xil dunyoning reallarga bog'lan qarindoshlarning petib qolgan chaqlarni hisobga olmagan chog'da imkoni borlarga nisbatan qanday tavsiyalar bor degan savollar bor. Buni ilgirki savollarga javoblash jarayonlarida har kim qo'ldan nima kelsa shuni qilish kerak degan savolga javoblanganligi aniq. Javob yana shumi ya bir o'zgarish bo'ldimi? Ya'ni g'arb dunyosiningki shaxsiy uchrashishlardan birer yangiliklar paydo bo'lgan bo'lsa, bu narsalarning biroz tartiblanishi yoki ma'lum sistemaga o'tirish lozim bo'layotamdi yoki bu yana shu sistemasiz odatda kim nima qilsa qo'lidan kelishicha qilish prinsipida ketaveramdi. Endi bu yerda har kim o'zining qo'lidan kelganini qilsin degan gap, hammadan o'z oldiga mustaqil ish qilsin degan gap emas. Endi o'xshagan kishilarning o'xshagan tanlashi bor. Men Albertning bir gapni deb o'tdim.
siz kishilar o'zingiz aytishgan odamni tanlagan chog'da shu odamga obdan diqqat qiling. Ular quruq gap bilan jam yo'qotganlarmi, ish qilayotganlarmi deb. Endi ish qilayotganlarga imkon bor ish qilayotganlarga yordam qilish kerak. Moddiy jihatdan, ruhiy jihatdan, aqliy jihatdan yordam berish kerak. Buni asos qilish kerak. Endi Uyg'urlarnikidek bunaqa ommaviy non-violent deymiz, shiddatli emas, ommaviy siyosiy faoliyat, siyosiy harakatda hamma odamlarning ilgisini bir akib bo'lmaydi. Men bu to'g'ri izlandim. Unga ilmiy asoslar bor ekan, hech kimimiz bu shaxtda bir suhbat o'tkazsakmi bo'ladi. Biroq tayyorlik qilib. Shunga bizning nurg'a odamlarimiz bu Uyg'urlar birlashmadi deb o'kinyapti. Qonuniyat jihatdan, tabiiy qonuniyat jihatdan unda birlashtirib bo'lmaydi ekan. Xalqni eng oson birlashtirib bo'ladigan vaqt siz davlatingizni bir tajovuzga besib olsa, siz shu tajovuzchiga qarshi urush qilgan vaqtingizda xalqni eng yuqori darajada birlashtirib bo'ldi ekan. Onun sebebimiz düşman bak aniq. Ya ölüm ya kürüm aleti. Eğer siz onu öldürmezseniz siz ölürsünüz degandek Qur'onda. Ma biznikidek Uyg'urlar hozir kirib qolgan ahvolda u hamma kishilarning bir akib bo'lish taskan. Endi shunga ashta bo'lg'achqa o'xshamagan guruhlar o'z to'g'rilagan yo'lga borsa mayli. Lekin bir-birini putlash bo'lmasin. Bir-birini putlash bo'lmasin, andikan ish qilayotganlarga qarshi urib o'tib olmaydi. Mabek muhim. Menek dediğim aşı şoka. Allah razı olsun, yaxshi nim qildi, xulosalandi. Erkin Kesli bu qitim ilib borgan Amerikadagi, uning oldida Kanada, boshqa yerlarda safar qilish jarayonlarida butun yordam, destek yoki quvvatlash jihatlarda Dunyo Uyg'ur qurultayini asosan nima qilib keldilar? Asosan kuch berish tashabbusda yoki ulgu ko'rsatildi unsiz shaklda. Bu vaqtga qarashlarni biroz o'rtoqlashib beraymi? Şu uzun kökendek. Xo'sh. Hozir birer Dunyo Uyg'ur qurultayi birer nima kirlimi sizlar yoki uning maxsus a'zolab kirlimi? Uning birer nima tutlimi, vazifa oldimi? Yoki sirtdan bevosita bir vatandosh bilan yordamli bo'latamlar. Endi çoğun özgürlük yok. Ben bu burun siz degandek bağa yerlerimde Dünya Uygur Qurultayını aşkarı qo'llab keldim. Kuch chiqarman desanlar Dünya Uygur Qurultayini atrofida yig'ilinglar deb aytib keldim. Ba'zi ishlarda ayrim bo'lsa-mu maslahatlarni berib keldim. Maqsadimki uchrashishda shu meni bir rasmiy maslahatchi bo'lib turish talebi o'tirg'i tushdi iltimosi. Men onu biraz tushuntirib o'zimniki ko'z qarshini o'tirib qo'ydim. Asosliq deganim menda meniki qotqashimda o'zgarish olmaydi. Burimi qilib kelgan bu Dunyo Qurultayiga zarur bo'lgan ishlarni bo'libmi menga maslahat berganlar ko'p. Bizniki mening intaysil ziyolarim bor. Ular ma'lum sababdan albatta men degandek ota-ona yoki dunyoda bir qism zo'r mulk qilib qolgan bir qism sabablar tufaylidan aqlga muvofiq unda qarasa aqlga muvofiq qilsa u tufayli chiqamayotganlar ammo o'ziki o'ylagan aqllarini menga yetkazadi. Ben oturib ko'rib o'ynab endi taqib zarur o'rinlarga odamlarga yetib turgan turib keldim hozir qadar. Dunyo Qurultayi shu bu yerda ahvolim o'zgarmaydi. Unda buni rasmiy undaq bir qalpoqni keltirib qo'yishniki o'rni yo'q dedim men. O'rni yo'q desam ular o'rni bor deb lekin ben qaraqli shu o'qini shu yaqin kelganlarga berdim. Ular qaraq qilib shu maslahatchi degan bir qalpoqni keltirdim menda. Xo'sh. Endi bu yerda men butun qarindoshlarga deb qo'ydim, abak shu. Men hozir qadar beshimga kelgan qalpoq qartib ish qilgan odam emas. 98-yili Amerika Uyg'ur jamiyatini qurgan chaqda bosh sekretar bo'lib saylangan. Ish qilaman deb borgan yerga. Men prokurorman deb bormadim. Keyin saylamda shunaqa saylanib shunaqa bo'ldim. Keyinlikda Dolqin Qambiri RF'ga kirgandan keyin xizmatdan istiqbolimiz bo'lmay ketib qoldi.
9 direktorlar batıb 4 çıxıb getdi 6 aydan keyin. Şoňa reis bulaq adam yo'q, men reis bo'lib qoldim. Nechinchi yili? 98 yılı. Ha. Ondan keyin reis bo'lib qoldim. 6 ayda undaq ishladim keyin 6 ay 1 yil bo'lgandan keyin chiqib ketganlarga yalvurdim men qaytib kiringlar. Mana buni bak dağdulluq qurduq amaliyotda men Kaliforniyada bu bütün ish DC'da bo'lgan. Ben kirmeymen desem zaten kirmesem bo'lmaydi deb yalvurib apagan meni. Men kirgandan keyin o yalvurganlardan chiqib ketdi bir qism endi. Men bak ko'nglim yerim bo'ldi. Vatandagilarga bak ichim og'ridi. Ular shuncha qo'shilib, mesela o 9'daki 5'niki doktorluk unvoni bor. 10 kishilardan chet eldagi. Ashuna turib, mustashlarni qamashtirib yapamamsa qanday bo'ldi deb orliqda men reis rolini o'tadim. Men rasmiy saylan bo'lib deb bitmagan bo'lsa. Boshqarib oxiri bir yil qolganlarga yalvurib, jadada o'qingan biri qaytib kelmaydi, qolganlar hamsi qaytib kelib biz. Attaqlib 2 yildan toshqazdik. Qaytib kelgan chaqda menik ularga deganim, sizlar qaytib kelib, qasi amalni tutsan talab bo'linglar. Hech kim olmagan amalni ma'laydi. O'ylab baksanız ben baş sekreterdim. Baş sekreterden reis bo'lib qoldim. Undan keyin endi sizlar shu bütün amallarni talab olinglar, hech qasini olmaganni men talab olay deb desam, hammalarni tanlab menga nashriyat direktori degan unvon qilib qoldi. Qalpoq. Şundan oxirgi bir yil men nashriyat direktori bo'lib, bir yil gez chiqardim. Şu çağda endi eng ko'p ish var bilim shu bilimda endi. Başqa bilimning da ishi yo'q ancha. Necha aylarda bir qatim ishini chiqib qisaq bo'ldi, lekin shu nashriyat bo'limi har oyda bir qatim gez qilishimiz kerakdi. Shundan men oxirgi bir yilni gez chiqarib o'tkazdim. Bilmaslik demakchi o'g'lim, ben taki hozirga qadar beşimga nima qalpoq kiyilish bilan qattiq parvantilak bo'lmadim. Ben millet için qo'limdan kelganini qilay deb yo'qishga edim. Shu o ish qayerda turib qolsam shu yerda qilaverman. Menga okirakda magat tapaqa emas hozir qadar. Ben o'zimniki yiqilib ko'p bo'ladi, agar meniki amal tutqun bo'lgan bo'lsa ayni vaqtda chetaga chiqmay amal tutdim, yuqori amal bergan. Men uni olmayman, kasbim qilman deb ayolni talg'adim. Hozirga o'xshash. Shunga amaliyotda Uyg'urlar mushayatda naiti aciz. Bak özüm neymiş qatqanlığını taz bilmey qatqal bek eğir. Qandaqdı dışıqa qas qalpaqını kiyişki bek əhmiyyət bir kitib. Əslində qalpaqını neymiş üçün kiymək işdə onu unutub qalıq əhval bek eğir. Bizninki bek hazırda əhvalda bütün xalq bir krizis astıda hazır. O qalpaqı közlük balığanın vaxt emas. Eğer bizden vətən azad olub qalsa, yoki şomada özümüzün erkliğe erişib, özümüzün vətənində bir erkin saylam iparalaya yaşayıp qalsa, biz oturup düşüp saylam qatnaşsaq buludu. Ondan burunki bu qalpaq deganın ki hech qanday qiymati yo'q. Agar biz millatni qutqizolmay qolib qolsak, kishilarniki hozirgi qadar kiyib baqqan qalpaqi qilgan ishlariniki hammasi nolga tang bo'ldi. Oxirgi hisobda qiymati olmaydi. Men o'tgan ikimiz suhbat qilgan dedim, agar mavzudan 49-yilda agar men shu Cumhuriyet Cemiyeti'ni qurmagan bo'lsa agarda mavzuning ismi nachildan uchib ketadi uniki. Qolmaydi hech narsa. Uyg'urlar mana ahvolda biz. Agar vatanniki shu olmaygan bo'lib qolsa, biz hammamiz inglizcha nasing deb nasing biz. Chunki qalpoq u degan narsa bekor narsa. Bu endi rasmiy meniki Oxirgi savolim aka, Erkinka. Sizlar nasal ishlayotgan zaman uzun bo'lib ketdi. Sizlar optik mutaxassisi, ya'ni Oy sharida emas, Marsdagi planetlar orasida toshdan keyingi narsani ko'rman deb nima izlayotgan odam, tadqiq qilayotgan odam. Shundalikqa boqmay, bugun dunyo hammasi vatanda bo'layotgan qirg'inchilikqa qarata bir tushuncha kelgan shundaq bir nuqtadami? Sizlar mavjud imkonlardan foydalanib turib, vatanda bo'layotgan ishlarni o Mars kuzatgan ko'z bilan bir qism bo'lsin bir ko'rilish fursati bo'lmadimi? Uni vatanlik ishlarni osmonda ko'rman desangiz u oson. Hozir ko'rayotganlar bor. Sanga siz shu bizning vatanning Fukuniyada bir lager bor deb, mana shuningki adresini deb bersangiz,
hozir chet eldagi ba'zi hukumatlar shu vaqt o'zlari sun'iy emro bilan narsani tatalaydi uni. U de asayish ukam, u degan asli gap uning qiymati qancha degan narsa bor. Lekin mushtatimki yig'indimi maxsus hozirgi lagerlarniki statistikalari bo'ldi o'shada nurg'un sun'iy emro tatliq arasida ko'rsatildi. Buni qilayotganlar, kuchayotganlar bor. O'tgan bu nima uchun ukam bu hozir rasmiylar 1 soat 40 minut bo'ldi. Ben to'xtaydi. Men hayron qoldim, biraz bu qitim biraz erkin xil paranglashib oldik. Yengem yo'q o'xshaydi, peshin tortyapti. Başlaştım burun 1 soatdan chiqib ketmaymizda. Tamam. Shu oxirgi savolmi shu edi. Endi gapimmi asosan tugab qoldi. Shu oyni pat qilaylik ukam, balki bir qatim bahcha qolib ketmasin. Mayli. Ma'qul. Burada qadam qolmaydi. Shu? Bo'ldi, mayli. Ma'qul. Unda ko'p rahmat. Bugun mishada to'xtatildi. Alloh razı olsun sizdan. Sizdan razı olsun. Bek ko'p tirishwatsiz. Sizdan Alloh razı olsun. Andikin kurmanlar ko'p rahmat. Rahmat. Ma'qul. Allohumma assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, ko'rganingizdek bugungi program bu yoqda bo'ldi. Erkin Sidiq akamizningki kuzatishida va o'zining bevos qatnashishi natijasida Amerikaning Washington shahrida ilib borgan Uyg'ur haftalikka aloqador faoliyatlardan va Uyg'ur Sharq Turkistonliklarning istiqboli munosabatida ba'zan savollarni Erkin Sidiq akamizning ko'z qarashlari bilan javoblagan bo'ldik. Amon bo'linglar, kelar qatorda program ko'rishishni sizlarni Janob Alloh topshirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.